Assalomu alaykum azizlarim. Oylarning sultoni Ramazonimiz kirib kelishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Shunaqayam mazali va chiroyli bo'lgan shirinligimizni birga tayyorlaymiz. Xullas, idishimizga elangan un, margarin solib, ikkalasini yaxshilab uqalay olamiz. Ketidan esa razaqli bilan 2 osh qoshiq kraxmal solib aralashtiramiz. To'liq retseptini opisiya va kommentariyalarga yozib qoldiraman. Nachinkasiga maydalangan yong'oq, shakar, tuxumni oqini solib aralashtirib olamiz. Qorvaga xamirlarimizni 10 ta zuvalachalarga bo'lib, xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, o'rtasiga nachinkani solib, xuddi shu ko'rinishda tugib olamiz. Tugib olgan xamirlarimizni xuddi shunaqangi pinset yordamida shunaqangi birin-ketinida chiroyli qilib naqshlab berib chiqib olamiz. Endi esa zuvalachalarga bo'lib olgan xamirlarimizni yoyib, shunaqangi masatka yordamida shunaqa gul chiqarib, xamirlarimizni ustiga qo'yib chiqamiz. Keyin esa shunaqangi xamirimizni ustini suvlab, bodom yoki shunaqangi funduq bilan chiroyli qilib bezatib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni listga joylab, pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng ustilariga shakar upasi sepib, dasturxonga tortsalar bo'ladi. Odamni ko'zini quvontiradigan shunaqangi mazali, shunaqangi chiroyli pechenye retseptimiz tayyor. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang.